إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hürmetlik mümin Müslüman kırındaşlar. Nöbette Müslümanların beşidin ötüvatkan zulümler. Bulup mu Uygur Müslümanlarının beşiği kilovatkan bu külpetlik külle. Hemimizni gangırtıp koyuvatıdı. Nurgulluğan din süyer, İslam süyer, vatan süyer kırımdaşlarımız nimi kılışını bilmeyivatıdı. Çünkü bu külpet, bu hasret bizning kalplerimizni yarlandırıvatıdı ve yarlandırıp geldi. Kalbimiz carahatlendi. Biz muşundak küllerde, muşundak ümmet bir ağır krizisga duch kelayotgan vaqtlarda zodi nima qilishimiz kerak? İllet nada? Her bir shaxs mushu illatdan, mushu baloyi ofatdan qutulish uchun nima qilish kerak? Bizning chiqish nuqtamiz nada? Chataq nima? Qanday qilsak bu krizisten qutula olaymiz? Bizning meselemiz haq mesele. Bizning meselemiz haq bo'lganlikdan biz chuqum bu zulmatdan qutula olaymiz. Her qandaq bir musulmon chuqum bir iş qılalaydı, has qo'shalaydı. Nimishqadi su haq egisi ummatning mushu zulmatdan qutulishiga chuqum kuch chiqaralaydi. Istisnosiz hamma odam kuch chiqaralaydi. Xo'sh, bizni mush kuniga qo'ygan illat nima? Kisal nada? Kisal dal bizda. Bizning tafakkurimizda, bizning zihnimizda, bizning aqlimizda. Bizning mushkuni qilishimizdagi birdan bir sabab biz qilmishimiz, so'zimiz, ish harakatimiz. Chunki biz dedik, biz mayli har qanday bir ishga duch kelayli, buning javobini Qur'oni Karimdan izlaymiz, hadis Rasulullohdan izlaymiz dedik. Xo'sh, undaq bo'lsa bizning mushkuniga qilishimizga o'zimiz sabab ekanligining Qur'ondagi dalil fakit nima? Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda shunday deydi. Sizlarga yetgan har qanday cho'ng kichik musibatning hammasi o'zingizning qilmishinglarning ba'zi sababi bilan bo'ldi deydi. Hamma sabab bilan emas. Va ya'fu an kaseer. Allah ko'pinchasini kechirib deydi. Sizlarning mush holatga, mush kuni qilishinglar, sizlarning qilmishinglarning ba'zi sabab bilan Allah mushundaq qildi. Agar qilmishimizning hamma sababi bilan bundaq bo'lsa, biz Alloh o'qib ketamiz. Ammo mehribon Allah subhanahu va taala nurg'unlarni kechirib o'tib, ba'zi qilmishimiz sabablik mana bu kuni qoldik. Mana bu Qur'oni Karimning bu kesimimizga qo'ygan diagnozi. Endi Ali radhiyallohu anhu 3-xalifa Ali radhiyallohu anhu shundaq deydi: "Ma nazala bala'un illa bi zanb
وَلَا رُفِعَ إِلَّا بِتَوْبَةٍ. Sizlarning beshinglarga kelgan har qanday bir baloyi ofat, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, mayli bir shaxs bo'lsin, mayli bir jamiyat bo'lsin, mayli bir davlat bo'lsin, sizning beshinglarga tushgan har qanday bir illatning sababi gunoh deydi. Gunoh o'tkazishinglarni tushidi. Endi bu baloyi ofat tövbe qilishinglar bilan ko'tarilib ketadi deydi. Bu so'zlardimi, bu Ali raziyallohning bu so'zdan bizning beshimizga kelgan har qanday baloyi sababninki tüp sababi bizning qilmishimiz, söz hareketlerimiz ekanligini bildirdi. Qarindoshlar, men mushu darsim orqali sizlarga chin qalbimdan xitob qilaman va shundoq o'tinaman qarindoshlar. Biz baloyi ofatga duch kelyapmiz. Zulmga uchrayapmiz, xo'rliq uchrayapmiz. Biz bir ish qilayli desak, oldimizda xuddi bütün yo'llar itikdak, bütün darvozalar itikdak tuyuladi. Amaliyotda undaq emas. Biz o'zimizni tekshirsak bo'ldi. Nima sababdan men mush kunga qoldim deb har bir o'g'il, har bir qiz, har bir dada, har bir ona, har bir shaxs, har bir jamiyat, har bir kollektiv o'zini tekshirish kerak. İlletning nerligini tekshirish kerak. Qanday qilganda Allah subhanahu va taala bizning bu holimizni Allah o'zi rozi bo'ldigan va biz baxtlik, izzat, obro'y bilan yashaydigan bir holatga o'zgartirdi qarindoshlar. Buning javobimi Qur'oni Karimda bor. Mush yer sharida yashayotgan har qanday bir mu'min musulmon qalbida bir zarrachilik iman bo'lsa, bu musulmonlarning navbatdagi holini chuqum yaxshi bo'lishga arzu qiladi. Musulmonlarning bu tafriqchilik holatining bir birlik kelgan holat bo'lishini yaxshi ko'radi. Bu ojizlikdan bir kuch-quvvatlik holatga o'zgarishini yaxshi ko'radi. Ma bir xo'rlikdan izzat, obro'y bilan bir odimiylik bilan, bir kishilik huquqi bilan yashaydigan bir sharoitning o'zgarishini yaxshi ko'radi. Har bir musulmon shuni orzu qiladi. Unda bo'lsa, qanday qilib biz navbatdagi bir nachar holatdan bir musulmonga loyiq, bir insonga loyiq yaxshi holatga o'zgaraymiz? Buning javobi Qur'oni Karimda. Allah subhanahu va taolo shunda deydi: Bismillahirrohmanirrohim. İnnallâhe la yugayyiru ma biqavmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Haqiqatan Allah subhanahu va taolo hargiz bir qavmga bo'lgan yomon holatni o'zgartmaydi, toki shu qavm o'zini o'zgartmoqchilik. Ya'ni o'zining ishki dunyosini, aqidasini, tasavvurini, ish harakatini taltukis isloh qilib o'zgartmoqchilik Allah subhanahu va taolo bu qavmning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy holatdan iborat navbatdagi holatni yaxshi holatga hargiz o'zgartmaydi deydi. Agar biz yaxshi holatga o'zgarsin desak, navbatdagi ahvolimiz o'zgarsin desak, chuqum biz o'zgartirishimiz kerak. Endi bu o'zgarish degan nima degan gap? Ya'ni islohot o'zgarish degan nima degan gap desa, navbatda biz xohlamagan bir holatdan ko'zlagan bir nishonga yetmoqchi bo'lganda biz islohot o'zgarish deymiz. Endi bu o'zgarishning muhim ikki yo'linishi bor. Ikki taraflam bor. Birinchisi o'zimizdagi salbiylikni tugutish. İkincisi biz musulmonlardagi ijobiylikni islomning, musulmonlarning foydasi uchun jonlantirish, aktivlashtirish. Demak, birinchi qadam o'zimizdagi salbiylikni tugatsak, qarindoshlar, Allah subhanahu va taolo bizga va'da qilib shunda dedi: "Sil o'zgarsanglar men chuqum o'zgartma" dedi. Biz o'zimizdagi salbiylikni o'zgartirsak, chuqum inshaalloh Allohning izni bilan bu ummatning holi, bu mu'min musulmonlarning holi, bu izlayotgan Uyg'urlarning holi
chuqum yaxshilik qarab o'zgaraydi. Chunki bu Allohning va'dasi, bu Qur'ondagi qonun. Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala bu ummet o'zining holini o'zgartmagichilik, u ummatning beshidagi baloyi ko'patni ko'tarmaydi, o'zgartmaydi deb Alloh va'da qildi. Agar sen o'zgartsan, men o'zgartma deydi. Allah'ның bu beşimizdeki külpetini kötürüşteki bizdeki birden bir koygan, bizge koygan şartı biz özümüzün halini özgartiş. Ben bu yerde naiti xatarlik her bir mümin Müslüman dikkat tegişlik bir noktani oturur koyman. Qarindoshlar, bizde akidimizde selbilik var. Bunu oңşumaydı ekanmiz, Allah bizni beşimiz kelgan külpetini üstümüzden kötüretmeydi. Bizning ibadetlerimizde selbilik var. Bizning ahlakımızda selbilik var. Bizning kişilik münasebetdeki ictimai alakada selbiligimiz var. Bizde selbilik çok. Birinci kademde biz muş selbiliklerini tüketeyli. Ondan keyin özümüzdeki icabi, bizde icabilik çok. Müslümanlarda acayip icabilik var. Bu icabilikni canlandırıp şunda nişanga qarab mangsak çoqum biz g'alaba qilamiz. Chunki haq biz tarafda. Allah biz bilan birga. Qur'oni Karim bizning qo'limizda. Hey, bu bizdagi ijobiylik bak zo'r, kuchli qarindoshlar. Xo'sh. Endi bu yerdagi salbiylik nimadan iborat desak, bu salbiylik Qur'on hadisning ro'yi bo'yicha aytgan chaqda bir gunoh ma'siyatdan iborat qarindoshlar. Gunoh ma'siyatdan iborat. Hey, bu günah ma'siyat bütün insaniyetke ve bizge kilovatkan musibetinin tüp sebebi emasmi? Oylab bakayla. Adem aleyhisselamni cennetin nemi qoğlap çıkardı? Adem aleyhisselamның cennetin qoğuluşuğu nemi sebep oldu? Şeytan lanetinin cennetin qoğuluşuğa ve mengu lanetkar buluşuğa Allah'ın rahmetinin qoğuluşuğu nemi sebep oldu? Günah ma'siyat. Nuh aleyhisselamның kavmini Allah to'pan balası bilan halak qilib etishig'ining sabab bo'ldi. Günah ma'siyat. Ad Samud qavmini Allah subhanahu wa ta'ala qattiq ovozlar bilan shunama vayron qilib etishdiki sabab nima? Günah ma'siyat. Lut aleyhisselamның qavmini Jibril aleyhisselam osmonning qa'riga chiqib dum ko'mtirib etishga sabab nima? Günah ma'siyat. Bizning mush kuniga qilishimizdagi sabab mu? Günah ma'siyat, yana biz degandek o'zimizdagi bir salbiylik. Biz Allah subhanahu wa ta'ala bizni mush üstümüzdeki külpetini ko'tarvasin deydiganmiz. Mana o'zimizdagi aqidadagi, ibodatdagi, axloqdagi, ijtimoiy kishilik munosabatdagi bir qator va tashabbuskor bo'lmaslikdan iborat biz o'zimizdagi salbiylikni yo'qotishimiz kerak qarindoshlar. Endi biz bugün bizde umumlaşkan, bizning mushkuni qilishimizga sabab bo'lgan ve sabab bo'layotgan eng ajallik qabih bir salbiylikni so'zlaymiz. U bo'lsa-mu so'z cho'chak, ig'vogarchilik, boshqalarning kaynidan fitna fasod taqitish. Mana men bugün bu söz çoğacakının İslam'daki xatiri degan temini Kur'an hadisinin ruhi boyunca sizlarga yo'rtibman. Nima uchun men bu temini mushundaq Uyg'ur musulmonlar mush kuni qolgan vaqtda men tanlab oldim? Chunki bu söz çoğacak İslam ümmetining jasidiki bir rak kasal. İslam ümmetining jasidini acayip halsizlantirgan. Acizlaştırgan bir tüp sebepten bir dep qarayman qarindoshlar. Ve mushundaq ekanligini men Qur'on hadis orqali sizlarga bayon qilib beraman. Endi bu so'z cho'chakninki bu ummat keltirgan ziyni musulmonlarning vaqtini qanchalik isrof qildi? Musulmonlarning ittifoqini qanchalik buzdi? Buni hammamiz bilamiz qarindoshlar. Shuning uchun men bu darsimda so'z cho'chak degan nima? So'z cho'chakninki musulmonga keltirgan ziyni, so'z cho'chak qarta islomninki maydoni, so'z cho'chakninki nimin so'z cho'chak deymiz? Bu so'z cho'chakni qandoq odam topidi? Qatorliq masalani inshaalloh
Qur'on hadisninki ruhi bo'yicha yo'rtib birma. Bu söz cho'chak nurg'urlagan olimlarning yüz obro'yini to'kdi. Bu söz cho'chak nurg'un musulmon qarindoshlarning orasini buzdi. Bu söz cho'chak nurg'unlagan oillarni vayron qildi. Jamiyat ittifoqligini buzdi. Musulmonlarni bir-biriga dushman qildi. Bu nurg'unlagan iqtisodga ziyon urdi. Nurg'unlagan vaqtga ziyon urdi. Buning ziyni bak eg'ir qarindoshlar. Endi bu söz cho'chakda bu musulmonlar qanchalik ziyon saqlaganini sizlarga bir misol qilib so'zlasam, ey Rasululloh o'lib ketib, oltin davri, uning keyidan 4 xalifalik davri keldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar radhiyallohu anhu, Osman radhiyallohu anhu davri kelgan chaqda Osman radhiyallohu anhu zolimlar tarafidan, o'zini musulmon davogan kishilar tarafidan o'ldirildi. Bunun tüp sebebi bolsa söz cho'chak oldu qarindoshlar. Mana bu söz cho'chak bilan Umar radhiyallohu anhu, Osman radhiyallohu anhu o'ldirildi. Mana bu söz cho'chak sabablik Ali radhiyallohu anhu o'ldirildi. Mana bu söz cho'chak sabablik Ayşe anamız bilan Ali radhiyallohu anhu o'tirsida Qur'onlik to'qinish yuz berdi. Mana bu söz cho'chak sabablik Muaviye radhiyallohu anhu bilan Ali radhiyallohu anhu'nun o'tirsida harbiy to'qinish yuz berdi qarindoshlarimiz. Mana bu söz cho'chakning islom ummatining gavdisini tunji bo'lib yegan bir parazit qurut ekanligini bu voqalikdan tushunib olamiz. Endi navbatda bu ilm, bu dunyo taraqqiy qilib, bu uchur vositalari taraqqiy qilgan navbatdagi vaqtda bu söz cho'chakning xatiri texim yuqori pallaga chiqdi qarindoshlar. Hozir bu söz cho'chakninki islom ummatining ziyniga o'ynaydigan roli bu bak cho'ng'ilib ketdi. Shuning uchun men bu temani tanlab oldim. Endi söz cho'chak degan nima qarindoshlar? Bu söz cho'chak degan uya buyadan anglab olgan, o'tkinchi anglab qolgan her xil mişmiş, yalgan, ilgisi yok, quruq gap. Uydurulgan bir hikaye çöçek. Yani, mındaqça etkan çağda bir uya buyadan anglap qalgan bir ep qaçtı gap. Delil pakit yok. Endi bu söz cho'chakni kim paydo qildi? Bu kim o? Söz cho'chakni paydo qilgan bo'lsa, pastkash, razil, iflos, nazirpas, boshqalarning obro'yiga, izzatiga, inovatiga hasad qildigan, chidamas, zaharlik yılan, islom ummatining jasadidagi bir g'ayri turalma bu. Shuning uchun bu söz cho'chakni chidamas, hasadxo'r, ko'ranmas topudi, paydo qildi. Bir munofiq paydo qildi buni. Shuning bilan buningga ahmaq, aqli dumbusi ketib qolgan bir nodon ishinidir. Adovatxo'r, chaqina, zidipas buni taqtidir. Endi bu söz cho'chakninki islom jamiyatiga, islom jamiyatining omonligiga birlik keltirgan ziyinni hammamiz bilamiz. Bu söz cho'chak islom haqqida qilingan jinoyat. Bu söz cho'chakni paydo qiluvchi islom dinimizda cho'ng gunoy, kibirlarni qilgan jinoyatchidir. Hatta bu söz cho'chakning xatiri heroindan xatarli qarindoshlar. Chunki heroin degan ummatga bir moddiy ziyonni olib kelsa, bu söz cho'chak ummatga bir ma'naviy, bir zahar kabi, bir o'chmas o'tni paydo qiladi. Bu
Xroyun ma'lum sondagi odamlarga ziyon keltirsa, so'z cho'sak ummatning birligini, ummatning kuchini ojizlashtirdi. Ya'ni ummatning eng nozik yerlariga ziyon yetkazadi. Shuning uchun so'z cho'chakninki zini xroyindanmi ziyonliq. Xroyinni satqan odamning jinoyatidan so'z cho'chak taqatgan odamning jinoyati islom dinida yuqori qarindoshlar. Va shundaqla ba'zi musulmonlarimiz, imonli qarindoshlarimiz mo'sh so'z cho'chakka quloq solish bilan shu Qur'on anglagan quliqini, la ilaha illalloh degan tilini va kundi Qur'onga qaraydigan bu ko'zini bulg'ib oladi. Endi bu so'z cho'chak har turlik bo'ladi. Ammo eng xatarlik so'z cho'chak bo'lsa, musulmonlar mushundaq krizisga duch kelgan vaqtida, mushundaq bir riqobatga duch kelgan vaqtida, mushundaq bir hal qilg'uch vaqtlarga duch kelgan vaqtida musulmonlarda bir davolg'ush paydo qiladigan so'z cho'chakni tepish hammadan yomon qarindoshlar. Musulmonlarning ittifoqini buzadigan, kofirlarni bak yo'g'on ko'ztadigan, musulmonlarni ojiz ko'ztadigan, musulmonlarni umidsizlik patqiga patirdigan, sizlar musulmonlar sizlar hargiz kofirlar bilan tang bo'lolmaysizlar. Kofirlarning iqtisodiy harbiy kuchi bak kuchlik, sil bak ojiz, sil ittifoqsiz, sil deb mushundaq musulmonlarda davolg'ush paydo qildigan mandaq so'z cho'chak islom dinida qattiq cheklangan qarindoshlar. Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda maxsus oyat nozil qilgan va bundaq qilish maxsus munofiqlarning bir qilmish ekanligi, bu munofiqlarning bir qurol ekanligi, munofiqlarning bir dasmoyisi ekanligini bayon qilgan. Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Bismillahirrohmanirrohim. La illam yantahil munafiqun wallazina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunak ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. Navada münafıqlar ve kalbini kisel bağlar ve davalğuş Medin'deki davalğuş peyda qıganlar bu işidin qol üzmeydiken biz ularni ustiga seni musallat qilamiz deydi. Ya'ni mushundaq musulmonlarning jamiyatida har xil so'z cho'chak paydo qilib, bularda davolg'ish paydo qilganlar, qalbida kasal bola, munofiqlar qulni buningdan uzmaydi ekan, biz ularning ustiga ey Muhammad alayhisalom seni musallat qilamiz, ularni tüp yiltizdan quritib yutamiz deydi. O'ylab baqinglar qarindoshlar. Ular nagil bo'lsa la'nat kuchraydigan insonlar deydi. Mana bu so'z cho'chak taqatganlar Allohning oyati bilan, Rasulullohning tili bilan mangu la'nat kuchraganlardir. Bunda qilganlar munofiqlardir. Mana bu oyatdan bu chiqdi. Bu davolg'ish paydo qiladi, qanday davolg'ish paydo qiladi? Dedik, musulmonlarni ojiz ko'stish, voy tuxumni tosh qo'mayli. Hozir undiqay bu kofirlar manda kuchib ketdi, u oldi, bu oldi deb musulmonlarda bir umidsiz paydo qilib, musulmonlarning sepida bir xil tavrinishni paydo qilganlar. Xo'sh. Endi islom bu so'z cho'chakka qanday qaraydi? Bu so'z cho'chak dedik biz bir musulmonlarning obro'yiga taqishidi, ummatning obro'yiga taqishidi. Endi islom dinida shirkdilla qolsa bir musulmonlarning obro'yiga daxl tarz yetkazish eng cho'ng gunohlarning qatoridan. Bir musulmonning obro'yiga, inovatiga, iffatiga daxl tarz yetkazish islom dinida kechirgusiz cho'ng gunohlardan. Hatto
siz so'zjo'chak taqatmang. Faqat so'zjo'chak taqilganligiga ko'nglingizda bir xil xursandlik yoki bir rozi bo'lganlikni ifodalasangiz, sizni Qur'oni Karim nima deydi bilamsiz? Dedim, so'zjo'chakni siz taqatmaysiz. Faqat bir mu'min musulmonning obro'yiga daxli ta'ruz qiladigan bir so'zjo'chak taqalsa, ko'nglingizda shuningga bir rozi bo'lgandek bo'lsangiz, ya shunchaki anchaki bir xushallik ko'nglingizda bo'lsa, sizning ishingiz tugashdi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bularning haqida nima dedi? Bismillahirrohmanirrohim. İnnellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhişetu fillezîne âmenû lehum azâbun alîmun fid-dunya vel-âhire. Mahiyette musulmonlarning, iman keltirganlarning ustidan so'zjo'chak bo'lishni xohlaganlar, yaxshi ko'rganlar deydi. Ma so'zjo'chakni qilganlar emas qarindoshlarimiz. Faqat musulmonlarning Allohga iman keltirganlarning ustidan shundoq bir so'zjo'chak bo'lsa, shuni yaxshi ko'rgan odamlarga deydi. Dunyo oxiratda qattiq azob bor deydi. Subhanalloh. Subhanalloh. O'ylab boqinglar. Allah subhanahu va taolo bu yerda kimga tahdid qilyapti? Dunyoda azob bor, oxiratda azob bor deb kimga tahdid qilyapti desa, bir mu'minning ustidan so'zjo'chak bo'lsa, ig'vo shikoyat bo'lsa, shuninga hadab rozi bo'lib, shuni anglab birib, shuningga hajabbi bo'pti deb, shuninga shunchalik anchki ko'nglingizda bir xushallik bo'lib qolsa, sizga dunyoda azob bo'ladi, oxiratda azob bo'ladi debasa, bu so'zjo'chakni topgan odamga nima bo'lar qarindoshlar? Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hadis shariflarda shunday deydi. Imom Tabrani rivoyat qilgan hadis sharifda riboninki turi 72 tur bo'ladi. Bunun en oddisi yengili onisi bilan zina qilganlik bo'lsa, bunun en yuqori pallasi bir musulmonning obro'yini to'kkanlik deydi. Ey, ma'ni anglatamsizlar qarindoshlar. Yana bir qatimda yana bir qatim. Riboning turi 72 turi bo'lsa, yoki riboning 72 darvozasi bor deydi kirdigan. O en oddiy gunosi, riboning en yengil gunosi bir musulmon onasi bilan zina qilganlik gunohi bo'lsa, bu riboning en yomoni musulmonning obro'yiga daxli ta'riz yetkazish deydi. Ey musulmonning obro'yi bek, bu Allohning dargohida bu tangdossiz bir qimmatga ega qarindoshlar. Mani biz tushunaylik, mani bir anglaylik. Ma har qanday bir masala musulmonlarning obro'yiga aloqador bo'lsa, og'zimizni yumayli, tilimizni yig'ayli, qo'limizni yig'ayli qarindoshlarim. Buni men demadim, mana hadis Rasululloh deyotdi. Bu to'g'riliq nurg'un hadislar bor. Arbar riba indalloh istitala ala ardil muslim deydi. Riboning eng yomoni, eng kattasi bir musulmonning obro'yiga daxl ta'riz etkizish, ya'ni jazoni xo'rlikning eng yomoni bir musulmonning obro'yiga daxli ta'riz etkizish deydi qarindoshlar. Mana bu ig'vo shikoyat tarqitish, boshqalarning keyindan so'zjo'chak tarqitish, so'zjo'chak tepishib olsa, shu inovatga daxl ta'riz etkizadi. Shuning ichidan bizning ichimizdan nimda bir siyosiylar, bizning ichimizdan katta odamlar chiqolmaydi desa, chiqib bo'lg'uchi so'zjo'chak qilib keyindan gap tepib ham yo'q deymiz emasmi qarindoshlar? Buning islomga keltirgan ziyni deb bo'g'il bo'lmaydi qarindoshlar. Bu illatni chuqum tugutishimiz kerak. Bu Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam musulmonga agar gap qilsang yaxshi gap qil, bo'lmasa og'zingni yum dedi. Bu og'zimizdan chiqdi deb, voy og'zimga keldi deb qalaymoqan gap qilishni Rasululloh qattiq chekladi qarindoshlar. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam shunday deydi. Imom Buxoriy, Imom Muslim naql qilgan hadis sharif shunday deydi. Bir musulmon banda bilmay bir gapni qilib soladi deydi. Ya'ni mas'uliyatsizlik qilib bir gapni qilib soladi. Shu gap sababli bir do'zaxga tushidiki, u do'zaxning yo'g'onligi kun patodan kun chiqishda keladi dedi. Oshunda do'zaxga og'izdan chiqqan mas'uliyatsiz gap bilan tushib ketadi deydi.
Qarindoshlarimiz inshaalloh bu darsning davomi bor. Bir istiraha, bir dam elib davomlashtiramiz. Alloh subhanahu va taolo bizni mana bu so'z cho'chakdan iborat bu gunohi kabirdan saqlasin. Allah Allahu 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 Allah